Assalomu alaykum. Men Migrabank xodimi, Anaboy mahalla agenti Abdullayev Husan. Bugun sizlarga bankning asosiy mahsulotlari bilan qisqacha tanishtirmoqchiman. Mikrokredit bank jismoniy shaxslar va tadbirkorlar uchun turli moliyaviy xizmatlarni taklif etadi. Bularga iste'mol kreditlar, mikroqarzlar, avtokredit, biznes kreditlar, omonatlar, Uzcard, Homo, Visa va Mastercard kartalari, shuningdek milliy va xalqaro pul o'tkazmalari kiradi. Shu bilan birga bankning mobil ilovasi orqali ko'plab xizmatlarni onlayn foydalanish mumkin. Aholining kundagi ehtiyojlarini qondirish, uy sharoitlarini yaxshilash, maishiy texnika va asbob-uskunalar va boshqa zarur mahsulotlarni xarid qilish uchun to'lov qulay shartlarda kreditlar mavjud. Shuningdek, o'z-o'zini band qilgan fuqarolarga oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar ham amal qiladi. Bunga ayollar uchun bizda 26% biznesga birinchi qadam istiqbolli ayol loyihalari bor. Mening mahallam yillik milliondan 100 milliongacha kredit berishimiz mumkin. Ayol qizlarga 26%, erkaklarga 27%, o'z-o'zini band qilgan shaxslarga. Shuningdek, bankning mobil ilovasi orqali uydan chiqmasdan kartadan kartaga pul o'tkazish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, kredit va omonatlarni hamda boshqa ko'plab xizmatlardan foydalanish mumkin. Mahalla agenti sifatida vazifam aholiga bank xizmatlari haqida tushuntirish berish, ularning ehtiyojini aniqlash, mos mahsulotlarni tavsiya qilish va bank xizmatlaridan foydalanishda amaliy yordam